Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan air cooler nima ekanligini, uning ishlash prinsiplari haqida gaplashamiz. Air cooler bu havoni sovutish qurilmasi bo'lib, u suvning bug'lanish xususiyatidan foydalanadi. Uning ishlash prinsipi shunday: suv maxsus filtrli panellardan o'tadi. Ichki ventilyator tashqi issiq havoni ichkariga tortadi va suv bilan ho'llangan filtrdan o'tkazadi. Natijada havo namlanib, harorati pasayadi va xona ichiga sovuqroq, namroq havo uzatiladi. Air coolerning asosiy qismlari: suv rezervuari, suvni saqlash uchun joy, padlarni namlab turadi. Nasos suvni rezervuardan olib padlarga berib turadi. Padlar namlovchi filtr yostiqchalari, maxsus tolali materiallardan yasalgan. Suvni shimib oladi. Havo shu nam yuzaga o'tib soviydi. Ventilyator tashqaridan havoni tortib olib padlardan o'tkazadi. Havo kirish va chiqish panjaralari, qobiq, qurilmaning tashqi karkasi barcha qismlarni birlashtirib turadi. Boshqaruv paneli, ventilyator tezligi, suv nasosi va boshqa funksiyalarni boshqaradi. Air cooler konditsionerga o'xshash, lekin energiyani kam sarflaydigan ekologik, toza va arzonroq sovutish uskunasi. Afzalliklari: konditsionerdan arzonroq, elektr energiyani kam yeydi, havoni namlab turadi, ekologik, toza. Kamchiliklari: juda issiq va nam joylarda samarasi past bo'ladi. Konditsioner kabi aniq haroratni ushlab tura olmaydi. Oddiy qilib aytganda, issiq havo suv bilan ho'llangan filtrdan o'tadi, suv bug'lanadi, havodan issiqlikni tortib oladi. Issiq havo suv bilan to'yingan filtrdan o'tganda sovuq, salqin havo sifatida chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.